Respublikamiz o'z mustaqilligini e'lon qilgandan so'ng fanning ishlab chiqarishga munosabatini tubdan o'zgartirish oldimizdagi muhim masalalardan biriga aylanib qoldi. Shuning uchun ham Respublika prezidenti Islom Karimov boshchiligida bu borada ko'pgina ishlar qilinmoqda. Fanlar akademiyasining o'simliklar kimyosi moddalari institutida bo'lgan chog'ida Respublika prezidenti ushbu ilmiy dargoh olimlarining olib borayotgan ishlarini va ularning ilmiy tavsiyalari natijasida tayyorlanayotgan mahsulotlarni ko'zdan kechirdi. Shuni aytish kerakki, bu yerda ilmiy asoslab berilgan tavsiyalar natijasida tayyorlanayotgan dori-darmonlar hozirgi paytgacha sobiq SSRning markazdagi tegishli idoralari orqali taqsim qilingan. Islom Abdug'aniyevich ana shu tayyor dorilarni sotish va undan keladigan foyda to'g'risida qiziqdi. Hozirgi paytda, dedi Islom Abdug'aniyevich, institutning potensialidan to'g'ri foydalanish zarur. Litsenziya, dori-darmonlar va ularning texnologiyasini xorijiy mamlakatlarga sotish masalalarini o'ylash kerak. Institut qoshida chet ellar bilan aloqa qiluvchi shirkatlar, kichik korxonalar bunyod etmoq lozim. Dunyo bozoriga chiqmay turib, institut jamoasi iqtisodiy ahvolni, umuman fanni rivojini yaxshilash qiyin bo'ladi. Shundan so'ng Respublika prezidenti O'zbekistonning katta boyligi hisoblangan tog'i toshlarda o'sayotgan turli giyohlardan keng foydalanish, xalqimizning ming yillardan beri qo'llab kelayotgan shifobaxsh va dorivor o'simliklardan ko'plab mahsulotlar tayyorlash borasida jiddiy o'ylab ko'rish kerakligini aytdi. Institut jamoasini kerakli tashkilotlar bilan shartnoma asosida ikki tomon uchun manfaat keltiradigan aloqalarni mustahkamlash lozimligiga diqqatni jalb etdi.